yaptı. Yo'q edi bu TikTokda o'ta yomon chiqqanda deyapti. Ama qotag'imi yebsan dedim bilat. Otam zamondan ajdorqa davridan beri yuribdi bu dedim. O'ta yomonni men olib chiqqanman-ku TikTokka. O'zi seni hali urushganingda senga nima qilib biza faqat samarqandliklar bunga uratdi, buni olib kelishdi tovuq boqib o'tirgan joyidan. Men o'zim Turkiyada yurgan edim o'sha payt, Istanbulda edim. Men olib chiqqanman, birinchi marta men bilan o'ynab, salom alaykum qilib, keyin yaxshi bo'lib ketdi. Omadini berdi. Keyin bir abid paytda ko'tiga men bir sikdim, 2 litr suv ichirib, 3 litr suv ichdida qustida Siyob bozorda men dedim, meni urgani keldilar bir damas bo'lib, abid issig'ida. Tomdan 1-2 tashlatdim. Oyog'i sinuvdi. Singani yolg'ondan nima qiluvdi gandon? Nima endi hozir shu ikkalasi rostdan ham urishdimi yo? Endi bular PR. Rostdan qildi, rostdan. Rostdan. Yolg'ondan qilgani yo'q, rostdan qildi o'ta yomon. Biznes gapiribdi lekin bilan. Rostdan qildi. Suka. Ko't kuyyapti. Hozir Alibanat protiv kimga o'tdi? Menga urdi. Beganaga urmabdi o'zara. Hali o'sha yerda ham hali bir undan oldin ular yutdi. Uni atpisiya qilganiga jahli chiqib kelib menga urdi. Men naqo atpisiya qildi ekan bu deb. Atpisiya qilganligi uchun ha? Va atpisiya qilgani uchun menga kelib sher urdi. Keyin uni blok qildi. Men aytdim, blok qilma, dalboyobmisan dedim, qilma dedim. Bo'ldi, undan keyin u ani boshlab ketdi. Sen ko't ekansan, non ko'rsan, men uyimda non yeding deyishni boshladi keyin. Qachon non yedim sen ketadi? Hamma hozir to'laganman, yo buni urib dedi. Kimnikida kim non yegan ekan? Alibonat o'ta yomonnikida non yegan ekan, Alibonatni o'ta yomon odam qilgan ekan. Ha? To'liq zapis chiqmabdi nasib bo'lmasa, men chalarog'ini ko'rdim. Hali chiqadi, endi chiqadi. Bilan. Endi chiqadi, chiqqandir ham bir maydalar ekran zapis qilgandir. Ko'rdim. Shamon qilmadingmi ekran zapis? Shamon. Hozir ko'rdim, zapis qo'yilgan ekan, shuni ko'rib kirdim. Tog'a nima gap ekan, Zik tog'adan xabar olayotgan dedim. Zik ham o'sha yoqda Zik qayerda urush bo'lsa ganda Zik borsada kallangga qo'y tog'im janab. Qayerda urush bo'lsa, qayerda sol bo'lsa, qayerda jalab sol qoq bo'lsa, o'sha joyda Zik bo'ladi. Pastda ham обязательно Zik bo'ladi. Zik bo'lmasa bo'lmaydi u joyda. Zik yo'q joyda urush bo'lmaydi. Yo, men prosta nimasini ana ko'rsatib berdim, kim bilan nima qilganini. Estenla men agar shuni urushib ketishgan bo'lsa, ikkalasini iloji bo'lsa yarashtiramiz, urushmasin. Yarashtirmoqchi edim, bu yoqqa keldim. Bu yoqqa kelyapman, kelmayapti. Endi bilmayman, bir kundan keyin o'zi kelsa. Men hozir bunga Alibonat yomonlik qilgani yo'q lekin. Zik, men hozir bitta narsaga hayron qolyapman-da. Bir-biri bilan bordi keldi qilib, buni onasini meni onam deb, bunisini otasini otam deb, qanday qilib bunday gaplar pusta slov gap bo'lishi mumkin-da. Oila-ku bu bilan, semya-ku bu. Xo'p, o'shani endi u bittasi ishongan, bittasi yolg'ondan qilib yurgan ekan, значит. Nima? Oddiy holat. O'shani puli bo'lmasa, qolaveradi o'sha ham, Alibonat ham esdan chiqib ketadi, adem qo'yib. Pul uchun yuribdi yondagilar ham. Nima? Pul bermasa hech kim yurmaydi uni yonida. Zik Dubayga kelgan paytda ham polni rasxotigacha, kiyim-kechagigacha, yeb-ichishigacha hamma yog'ini polni hammasini Alibonat qilgan. Men o'zim ko'zim ko'rmas-ku. Bilaman men. Bilaman. Taniyman men nimani? O'ta yomonni. Yarashmayman dedim ikkalasi. Alibonat ishasi demayapti, u gapiryapti. Alibonat unga gapirgani yo'q, umuman so'z aytgani yo'q. Men gapirmayman unga, men unga yomonlik qilganim yo'q dedi. Bo'ldi, tamom dedi. Ko'rdim. Men unga dedi, ziyonim teggani yo'q men dedi. Shunda nima bo'lgan kecha? Qarochi ikkalasi bular yarashtirib qo'ygan.
bitta joyda o'tirishgan, Ali Banat hisob qilgan, ketgan. Короче, yoqda urush janjal bo'ldi, yopildi degan joyda o'ta yomon shunday ketib turib, atpeska qilib bloklab o'rganman. Bo'ldi, tamom, da. Noto'g'ri ish o'zi qilgan ekanda. Qanday? Bo'ldi, tamom, boshqa ish yo'q. Men bordim dedi. Tanigan, tanimagan odamlar nechta odam kelib o'tirdi, stolga kim bu desam tanimayman deb aytdi. Hamma yedi, ichdi dedi. 7.800.000 so'm to'ladim, uyga qaytib ketdim men dedi. Bo'ldi, tamom dedi. Qarasam mana atpiska bor, toz ko'rsam. Hozir ko'rdim men atpiska qilganini dedi. Ay canım. Ali Banat o'zi yozib o'rdim. Aka unday qilmanglar o'bu degandim. Yaxshi gap yozmadi lekin. Men u nima? Men hamma narsani ochish qilaman. Xudosta nima qotog'imni ochadi, nimani ochadi? Hamma narsa ko'rib turibdi shu yerda. Nimani gapiradi? Gapirsa endi oilasini gapirib chiqadi, boyagidek har xil gaplar bilan. Boshqa hech narsa gapira olmaydi uni. Bir-biri bilan jalab, qo'shni og'ayni bo'lib, bu bilan buni onasini onam deb, buni otasini otam deb bir-biri bilan yaxshi bo'lib, bir-biri bilan oqibatli bo'lib, qancha yaxshi yomon kunni birga o'tkazib, nahqa kerak bunaqa urush janjal, xuyi qilaman jalab. Nima deysan? Kelasish. Mendanmi? Yarash. Yo, sen ko'rdim, zek gapirmagansan, spokойнигina joyida turgansan. Prosta jalab yarashtiraman deb ko'rdingmi deb shuni so'ramoqchiman. Aytdim. Mana buni dedim, blokdan ochgin, podpiska bosgin dedim. Otago'ri qozixona bo'lgani yo'q hali dedim. Aytdim. Och buni dedim, blokdan dedim. Podpiska tasha dedim. Bu ham tashiydi senga dedim. Qo'sh dedim, bloklamagin buni dedim. Aytdim men unga, o'ta yomon, qilma bu ishni dedim. Bloklamagin dedim. Och dedim. O'ta yomonga hech qanday yomonlik qilmagan bo'lsa Ali Banat, kecha o'tirgan joyga ham hamma yo'g'ini o'zi reshat qilgan bo'lsa, nabrot savobga mana Ali Karol degan bilan ikkalasini yarashtirgan bo'lsa, nima yomonlik ko'rib ekan? Men shunga hayron qolyapman. U aniq xushi kelyapti-da, Dubayga borgan pullaringni, yegan ichganingni kiyim olib bergan bo'lsa, to'yingga uzuk bergan bo'lsa, hammasini qaytarib beramiz, orani och bular bilan deyapti. Zek. Ha, bersin qani, qotog'imni qaytarib beradi, quy qaytaradi biladi. Zek berolmaydi. Dubayda men bilib turibman. Bir hafta yurgan bo'lsa, penthouse'larda yashashdi. Mana qayerdadir restoranlarga borishdi, qani barlarga borishdi, qani klublarga borishdi. Qanday joylarda o'tirishdi, qanaqa joylarda kiyim-kechak qilishdi. Bunday hisob-kitobda agar pulga chaqsang, jala bir 5-10 ming dollar bu pul bo'lib ketadi. Qayerdan beradi? Quy beradi. Berolmaydi, rostdan berolmaydi. Seriozmi? Quy beradi biladi. Men ko'zim bilan ko'rib yuribman-ku, necha marta kelgan bo'lsa ham hammasini Ali Banat qilgan. Men ko'rganman shu narsani. Xudoni oldiga ham, bandasini oldiga ham tikka turib gapiralaman, Lyubovjon. Yaqinda ham otasi olib bermagan biladi. Butilkasi 50 ming so'mlik pivani biladi, bloklab olib berdi biladi. Xaladagini to'ldirib ketdi biladi. Toshkentdan kelishga shundoq tashab o'tib ketdim, men senga deb. Quy qaytaradi biladi. Hech kim qaytara olmaydi bu dunyoda, bir hech kim qaytara olmaydi deyapman, garantiya. O'ta yomon bilan bitta gaplashib, Ali Banat bilan ikkalasi bilan bitta gaplashaman hozir. Ikkalasini ham tortaman, nomerini topib bitta gaplashaman, yarashtirishga harakat qilaman. Destilni kerak emas. Неприятный men o'zim ko'rdim, неприятный ko'rin ekan juda ham. Kimda ayb o'tgan? Конечно. Kimda ayb o'tgan, kim gapirgan, kim narsa qilgan, yarashchiligin pezdes gapirib o'tkazib gapirib yuboribdan o gandonam. U aytaveradi. O'rtaq unaqa bo'lmaydi. Ali Karol gandon bo'lsa ham hayotda ko'rgansan, Zek, hayotda normalniy bo'ladi. Ali Karol endi yaxshi, o'g'irlik qilmaydi, boyagidek ikkilik qilmaydi, bo'ladi. Mana bu yerda lekin dahoga gapiradi, kallani ortib yuboradi, gandon, o'shanda ham mayli.
O'zi Ali Karol o'rtaga kirganligi uchun Ali Karoldan uzoqlashtirib, shuning uchun urush boshlanganda bo'lmasam-a? Ancha bo'lgan. Ali Karol Ali Banat yoniga kelgandan beri o'ta yomon nima qilib yo'q xotin yoningdaganda. Yo'q xotini yoningdagin deyapti. Endi ola o'ta yomonni olib yursin deylik yonida. O'ta yomon mashina hayda olmasa, qo'taqa kerakmi u biladi? Noxo'rak biladi. Tarakan suka biladi. Qo'taqa kerakmi mashina orqasida o'tirishga? Narxi kerak u qarg'a biladi. Mashina hayda olmasa u biladi. Pulni pamiga bormasa qo'toq bosh biladi. Pastanda Mana bu 0.5 laycha mana bu mashina haydaydi. Bozorga borib kelsa, bozorga borib keladi. Bor ovqat olib kelsa, ovqat olib keladi. Qarg'a nima qiladi? Qarg'a olib kelib bersang yeydi. Mindirsang borib tushib qoladi. Bo'ldi, tamom. Mashina hayda olmasa u qo'lini patkayib yursa-da. Folik patkayib yursa, sikadi buni nima qiladi uni? Qo'tog'im kerakmi biladi. Qarg'aga qo'toq bormi biladi. Prosta tak biladi mashina orqasida yurib. Mana bu yurgan qo'ljalab mashina haydaydi. Bozorga yurib borib keladi. Prinsipada idi nahoy ne mishaydi desa o'tiraveradi. To'g'rimi Ali Karol? Isqirt. Sherdami? O'tirishdi. Voy isqirt. Voy kuchuk. Jinda bila. Gapini qaytarib ol, gapini qaytarib ol. Kimni qulmoqchani? To'xta, qulli ma'nosini bilasanmi? Nima? Yo, men senga nima deb savol o'zing berilgan javobingga savol men senga qaytarolmayman. Nima u? Yo'q, bilmayman, menga tushuntir. Tushunmagan narsani gapirmadingmi, churchut biladi. Nimaga Sartor tezmisan? Hadi yaxshi edi, men solish yuribsizlar, tinch yursanglar bo'lmaydi. Qancha gapirdim jalab. O'sha temadan keyin ketilgandan keyin men onasi hamsam Ali Banatnikiga dokumentlarim bor edi. Dokumentlarni olib qaytib ketishim kerak edi. Keyin aytdiki, to'xtab tur dedim, ketmaydi. Ko'tini qilib tursak, sen gapirib tur. Sen qayerdasan sen hozir? Nimadaman hozir? Bor edaman hozir. Ali Banat qayerda? Uyda. Oldingdami? Naryoqda. Menga bitta telefon qilasizlar WhatsAppdan. Ha, bo'ldi. Gaplashaylik. Короче, nima bo'lgan bo'lsa kecha bo'ldi, tushundingmi? Nima bo'lgan bo'lsa Kecha yaxshi o'tirgansizlar-ku, videoni ko'rdim. qayerda? Kecha yaxshi o'tirib, oxirida o'zi chichivordi bu, tushundingmi? Qanday oxirida chichivoradi? Video qachon qo'yilgan? Qo'ltaylashib ketilayotgan payt qo'yilgan bo'lsa. Yo'q, u tufta, undan keyin o'tirdik-ku biz ani. Bassiyani ham, bussiyani ham bir bo'ladigan nima degan? Diskotekada. Endi O'sha yerda bo'ldi, o'sha yerda keyin mana pulni to'lab yubordi, qancha 8 millionlik bo'ldimi? Qanchadir bo'ldi, shu bilan keyin sistemada ham to'lab yubordi pulni. Ali bilan to'lab yubordi. Mehmonga borgan joyga. Ha. Unisiga otdi. Bunisiga tanish yo'q uni. Taniysanmi desa, bu qo'taqaligi o'ta yomon tushmoyga. Yo'q, tanimayman dedi. Qo'taqa bo'lsam olib keldim desa, men bu yerda dedi, hamma mana bir bola. Kayfda endi. Mayli, nima bo'lsa ham o'zi bir-bir bilan sitishaveradi Ali Banat bilan o'ta yomon ikkalasi. Buni avvalambor o'ziga tushgan odam bo'lsa, menga qarada, Ali Karol, menga qara. Yarasha olayotgan odam, oshna og'ayni odam unda pizdes gapirib tashlamaydi-da. Bir dasturxondan, bir oiladan borib, o'tirib, onamni ona deyotgan, otani ota deyotgan odam unday gaplar gapirib tashlamaydi-da. Piz gapirib tashlagan ko'rdim hozir. Ha, men ham ko'rdim. Nima deysan endi hozir Ali Banatga men bu gapni gapirmay, o'zini miyasi, aqli bor, lekin sodda g'irt bu tema bo'yicha oqso bola Ali Banat, bilasan. Yaxshi ish bo'lmabdi-da, o'sha payt oldida bo'lsang, ana u bilan boya gaplashilgan payti bo'ldi, uzilgin, telefonda gaplashib olaylik desang bo'lmaymi? Gandon. Yo, men yo'q edim bu paytda. Men ketdim ish bilan. Mana video bu narsa chiqib ko'rgan odamga men realda boshqacha bo'ldim. Vodkani men bitta narsada, og'a, bitta narsada. Kak
Aziz bilan qanday situatsiya bo'lgan bo'lsa, bu bilan bu ham shunday situatsiya bo'libdi-da. Shunaqa. Ya menga oshirib yuborganligi uchun shunaqa bo'ldi. Men to'g'risini aytaman. Meni yomonligim hozir ham yo'q u bolaga. Realni. Men kimgadir qandaydir nimadir o'tkazgan bo'lsam, yaxshilik qilgan bo'lsam, Alloh bilsin deyman, tamom. Yomonlik aytsa, Xudoga solib qo'yaman. Meni zarracha ko'limda yomonligim yo'q, lekin Ha, mana shu Azizni qilgan situatsiyasi, qashina temaga o'xshab shunaqa narsa bo'libdi-da. Tushunishimcha. shunaqa. U lekin arzimagan narsadan короче, chumoni filosofordi, короче bu. Ya hozir mana bu yerda mana bu Xushi aybdor. Ya u Xushi degani menga birinchi chiqqan Turkiyada yurgan paytim, O'zbekistonda uy sovg'a qilgan paytim, borishgan Samarqanddan uyni topshirayotgan paytimiz uyimda mehmon bo'lgan Xushi bilan salom alik qilganman o'sha paytda. O'shandan keyin oradan 1-2 yil o'tgandan keyin Turkiyada Istanbulda turgan paytim Xushi nomerimni topib telefon qilgan. Tanidingizmi? Mana o'zi ham keldi ko'tar. Ha, tanidim. Nima qilasan, ko'tarib boya aytadigan gapini aytdi, tojikcha gaplashdi, men tushunib o'tirdim. Nima qilgan bo'lsam, mana sotini beraman men dedi. Короче, bular odam emas bular, yo'qot bularni dedi. Sani bir Samarqand qo'llab qoldi dedi. Ya, Xushi mana shu yerda eshitib turgan O'zbekcha chiqadi, to'shi boshqa gap gapiradi u. Ya, meni taniydi u bola. Men Sen taniganda ham mana u bular o'ylaydi, tojikcha tushunmaydi bu deb. Yo, Zek, bitta narsa aytmoqchiman. Mana shu o'ta yomonni agar mana shunday situatsiya qilib qaytarib beradi pulini, sudi mashina gapni gapirgan bo'lsa, aktiv ana shu temada gurin ketayotgan bo'lsa, o'ta yomonni TikTokka olib kirish kuniga menga telefon qilgan bo'ladim. Bittasi Xushi bo'ladi. Bittasi Xushi, bittasi Habibi, Proshiraka telefon qilgan, yana bir 5-6 ta Samarqanddan bolalar chiqishgan. O'ta yomonni TikTokka birinchi olib kirgan kunimiz biz olib kirganmiz uni TikTokka. Sardor bitta battle o'ynang, iltimos sizga qaror sher urib beramiz, o'qilamiz, pulini beramiz, mana shu bolani TikTokda ko'taring deb menga mana shu Xushilar to'g'rilashgan. To'g'ri. O'ta yomonni kirib kelishi mana men bilan bo'lgan. Meni olib kirgan TikTokka. To'g'ri. Unaqa gap so'z kerak emas, Xushi. Agar undaylar gapirib Alibanatdan bila quloqiga noni yurgan bala emas. Alibanat TikTokka yurgan paytda sizlar TikTokni tezini bilmagansizlar. 2019-yilda 2018da biza chiqqan bo'lsak, 2019-yilda battle o'ynab yuraychidi. TikTokda boyagida video qilib yuraychidi Siroj bilan Alibanat. 20-yillar paydo bo'lgan Alibanat. Alibanat TikTokka kirgan paytda o'ta yomonni o'zi ham bo'lmagan. 23-yil chiqdi o'ta yomon. Men olib chiqdim. Короче, gapni endi alosini aytaymi senga, ikkalangga. Mana shuncha xalq turibdi. Короче, puling bo'lsa odamsan, puling bo'lmadi, qo'rqoqsan, все. Tushundingmi? Shunaqa narsa. Hammanglar shunaqa narsa. Tochka bo'ldi. Boshqa narsa, latachani bu yerga ortcha gap kelsa. Yo'q, mana tochka qo'yildi, shu yerda o'zi. Bo'ldi, все. Ma'nosini chaq bo'ldi. O'sha gap tamom. Hozir aytdim. Shu narsa tema bo'ldi. Boshqa narsa yo'q yo'qdi. Bu yerda qo'ttani edi, bu yerda onasi, men san do'stim, men san otam, onasini eshak siksirlarni ko'ryapmiz, ak onasi ham. Yo'q, parletlarni onasi ham kerak bo'lsa, ona otadi tashyapti. Misol. Kimga обрезать qilasan, kimga takazat, kimga объяснить qilasan, bo'ldi, все, bu ko'rib turgan narsa, bo'ldi, все. Hozir kelaman. 2 minutlik ishim chiqib qoldi. Davay. Bo'pti-da, men tushdim. Tush. O'shaning uchun bu yerda qilingan rasxodni biz qaytarib beramiz, uzugini ham, Dubayga borganini ham, to'yinga to'yanasini ham qaytarib beramiz deb gapirmagin-da. U gapirgani yo'q u. Masalan, to'yingda undoq qildim, masalan, Dubayga olib bordim, masalan, kiyintirdim ham degani yo'q edi. Sen gapirding shuni Xushi. Meti ham Samarqandda danadir buni nima ko'p hamish skidga meti ham $50 deb sen gapirdingmi? Gapirding-ku, bu nima? Tojikcha tushunmaydi bo'laysanmi? Men meti ham sen o'zing berasan deb sen gapirdingmi? Qani yig'ib ber, qani o'zing hisob kitob qilganda, pulni mana shunda taqlab turganda pochkada. Men Alibanatdagin ko'tingdan keladimi? Xuy qilasan, o'zi $2000 ga ishlayapsan Isroilda. Xuy ham qaytarib bera olmaysan sen Alibanat pulini.
Qanaqa lift sen nima qilaman liftga chiqasan? Hey, seni Öteomon'un alkash mı buyurdu? Uyga olib borib boqdi 15 kunlab. Seni Öteomon'un alkash mı buyurdu? Tug'ilgan kuniga borib shoh patron bilan ikkalasi urushib ketdilar. Bizani ko'rdi o'ylamagansan, jin emasmiz biz. Hozir endi bu yerda sen bilan ay bizlar bu yerga nima qilamiz? Men beraman, sen o'zingdan berasan, pulini qaytarib beramiz, uzugini ham, to'yga qilgan to'yonasini ham, Dubayga borgan biletini ham, kiyimini ham, yegan ichgan hammasini hisob kitob qilib aytsin, beramiz deyapsiz. Yig'ni 10 ming yig', 10 ming dollar yig', 10 ming dollar yig'gan. Yig' 10 ming dollar. Qilib bilasanmi? Men qotag'imni yig'asan 10 ming dollar bir pochka pul. Og'zing chetidan chiqadi 10 ming dollar. Men sendan tili qisqa emasman, hech kimdan tili qisqa emasman men. Ben prosto kakanoyez borini gapiraman men. Bir pochka dollar yig' mana shuncha, bir pochka. Erkak bo'lsang bilad, borda uyga bilad, men, ey, sendan olganimiz Dubayga olib borganing, sen bilan yeb ichganim hammasi mana sendan qarz emas. Mana qo'ydi bir pochka olib borgani? Mana qotog'imga olib borasizlar 10 ming dollar. Qotog'imga olib bora olmaysan. Tushundingmi? Sen o'zidan atiramassan sen xushi degan. O'zingiz zo'rg'a yursan sen. Pul topolmaganing Isroilga ketib ishlab yursan bilad borib. Isroilda ishlab yursan-ku borib. Cho'tingda puling yo'q seni bilad. Pulini beramiz deganingga bilad katta ketmasan ey. Katta ketma bu yerda ey. O'sha bu yerda senga ey sen o'ylagan odamlar yo'q bu yerda. Ishoningin sen. Sen katta ketma. Sen xuylab pulga ishlab yurgan bolasan sen o'sha. Boshqalar gapirishi mumkin. Amerikada yurgan 10-15 ming dollar oladiganlar. Sen minnoy qila olmaysan. O'shanda ham aytyapsan ey, men beraman demayapsan. Samarqandda daxoy odam bor deyapsan. Boshqa odamlarni kirani qo'yapsan. Nimaga boshqa odamlar to'lash kerak o'ltoymon yeganini? Ha? Nima uchun o'toymon yegan pulni boshqa odamlar yig'ib berish kerak? Kim o'toymon? Bitta ko'chani asfalt qildimi? Yo bog'cha ochib berdimi bitta o'zini pulidan? Kishor bo'lsa biladi. Nima uchun sen Samarqandliklardan yig'ib berishing kerak? Sen bilad, aylimonat bilan qilgan rasxodni o'toymon yeb sichivordi bilad. Nega sen Samarqandliklarni kirani qo'yishing kerak? Dumkang ishlat, ko'tingdan keladimi bir pochka men naqo'y degin. O'toymon agarda seni bilad konkretni mana bu qondoshing bo'ladigan bo'lsa, men naqo'y meni hisobimdan yop og'zini degin. Tojikcha tushunmaydi deb o'ylamagin, ozgina gapirishga sal qiynalishim mumkin. Tushunmaydi deb o'ylamagin. Uzgashpa, ana to'yonashpa, Dubayga qancha rasxod hammasi deganing tushunib o'tiribman-ku. Bu yerda sendan boshqa tojikcha tushunadigan gaplar ham bor. Bu odamlar ham tushunadi bu yerda, tojik bor sendan boshqa. Tojikcha gapiradigan odam bor bu yerda. Toshkentlik tojik bor, Farg'onalik tojik bor, Surxondaryolik tojik bor. Jizzaxlik tojik bor, tojikcha tushunadi bular. Sen откровенно gapirding sen. Uzgashpa metayam, to'yonashpa, rasxod qancha chiqinglar rasxodmishi, sabrazim mumkin ham. Ber tamom dedingmi? Shunaqa dedingmi yo'qmi? Tan olgan erkak bo'lib, og'zingga non yesang tan ol bilad. Qayoqqa ko'taraman seni bilad. Qayoqqa ko'taraman seni? Sen nimani hal qilarding? Sen o'zing zo'rg'a yurgan bolasan sen. O'zing zo'rg'a yurgan bolasan sen. Nima qilaman uni ko'tarib?
Nima qilaman men uni ko'tarib? Nimani biladi dokazat qiladi? Hech narsani dokazat qilmaydi. Hech narsa pulni ham qaytara olmaydi u bola. Kechani o'zida biladi, $700 rasxod qilgan bo'lsa, kecha ziyofatda o'sha yerda diskotekada $700 tashlagan bo'lsa, sen 700 ni qaytar. 700 ni qaytarsan, ey. O'zing bilad, bilad, plasmas stakanda bilad, aroq ichib yurgan bachchasan sen, ey. Mana bunaqa piyalang ham yo'qsan, ey, suka bilad. Mana bunaqa piyala borku, mana. Mana bunaqa piyalada ichmaysan sen, ey. Qottoq nazar bilad. Plasmas stakanda ichasan sen, suka bilad, ey, mana bilad. Qottoq nazar bilad. Bitta sportni sumkang bor. Kiraysiz uchun samolyotga bilet olasan, surasan naxoy bilad. Qish kiyimingni ham tashab. O'toq bormi senga o'rtaga chiqib? Bir paytlar trak rasmini qo'yib berding, как будто trak haydagan odam bo'lib. Xudo qilmaydingizmi? Ko'k trak rasmini qo'yib berding, churbon bilad. Ko'k trak rasmini qo'yib berdingmi? Xushi 711 dan. Mana senga trak bilad. Trakmish bilad. Yebam bilad. Uy bilad. Mana Amerikada deb o'ylasizlar deb trakni qo'yib berding sen. Biza jin emasmiz, ey, biza jin emasmi? Esdan chiqmaydi bu yerda, hamma narsa esda turibdi. Samarqandda yurdi o'sha paytda. Shuning uchun jiyan